Ba'zi homilador qizlarimiz bolam kattalashyapti, unga ko'proq ozuqa kerak degan fikrda noto'g'ri ovqatlanishadi. Tug'ruq muddati yaqinlashgan sari esa tug'ayotganda kuch-quvvat bo'ladi deb yanada kuchliroq oziq-ovqatlarni iste'mol qila boshlaydi va natijada homila patologik kattalashib ketadi. Bolani patologik kattalashib ketishi o'z navbatida onani ham, bolani ham tug'ish jarayonida juda ham katta xavf yuzaga keltiradi. Birinchi navbatda bolani tug'ruq yo'lidan, ya'ni tos suyaklarini normal o'lchami bo'ladi. Ana o'shandan boshini to'g'ri chiqib kelishiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni boshi katta, tos suyagi normaga nisbatan kichkina. Homilani me'yoridan katta bo'lishi, qog'noq suvlarini oldindan ketib qolishi, buni natijasida bolada kuchli gipoksiya vujudga kelishi, erta tug'ish xavflarini yuzaga kelishi, bundan tashqari tug'ish jarayonida bolani boshi va bo'yni tug'ruq yo'llaridan chiqayotganida yelka hamda kurak suyaklarini chiqib ketish holatlari ham kuzatiladi. Homilani patologik kattalashib ketmasligini oldini olish uchun homilador ayollarimizga me'yorida oziqlanish hamda aktiv harakatlanish tavsiya qilinadi.